Yaxshilab joylashib oling. Bismillah. Hop, hurmatli do'stlar, assalomu alaykum. Bu safar salom berib boshlaylik. Hop. Bugun professional YouTube prodyuserlarigina biladigan ma'lumotlarni va YouTube Amerika auditoriyasini olib YouTube'da kattaroq daromad qilishni xohlab YouTube ochaman deb harakat qilgan odamga duch keladigan 14 ta savolni, aniqrog'i bu yerda 13 ta. Bittasi men shaxsiyatimga bog'liq savol kelibdi. Ana shu 13 ta professional savol va meni shaxsiyatimga berilgan savollar jami 14 tasini sizlarga qisqa qilib, chiroyli qilib tushuntirib beraman. Diqqat qilib eshiting. Qarang, boshidan aytib qo'yay. Agar siz YouTube'dan daromad qilish xohlayotgan bo'lsangiz, YouTube bu content yaratuvchilar uchun, ya'ni ijodkor odam uchun, kreativ fikrlay oladigan odam uchun YouTube platformasi ishlaydi. YouTube'ni asosi bor, YouTube'ni ishlashning asosi bor. YouTube'ni platformasini yurg'izayotgan miyalarni, fikrini, intervyularni men eshitib ko'rdim. Ular nima deyapti? Biz YouTube platformasini sodiqlikka asoslangan algoritmlarga bog'laganmiz deyapti. Ya'ni siz bitta yo'nalish qilasiz. Bizning talabimiz qanday? YouTube egalari aytayapti. Videoingiz original, faqatgina sizga tegishli bo'lsin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, u informativ, foydali bo'lsin. Uchinchisi, videoingizga o'sha o'zingizni ma'lum bir belgilagan aniq yo'nalishingizga doim sodiq qoling. Nimaga bunaqa deyapti? Chunki bitta kanal ochasiz, ertaga likkilab u yoqqa o'tasiz, indinga boshqa yo'nalishga o'zgartirasiz. Bunda kanal o'ladi. Bitta kanalga yo'nalish ochdingiz, 2 xil, 3 xil videolarni joylab ketdingizmi, siz kanalingizni jiddiy kanal emas, bu content creator, ya'ni content yaratuvchi, jiddiy YouTuber emas deydi. U videolaringizni rekomendatsiyaga chiqarishni bir chetga suradi. YouTube'da 60 million, adashmasam shunaqa edi, 60 million YouTuber bor va faol ishlab kelayotgan, oxirgi 3 oyda tinimsiz videolarni yuklab ertadan kechgacha harakat bo'layotgan 159 millionta kanallar bor. Siz YouTube'da ijod qilishingiz uchun ana shu 159 million kanalni ichiga kira olishingiz kerak. Va ana shu 159 millionta kanalning 20 mingtasi oyiga $10,000 ortiq daromad qilib ishlab keladi. Ya'ni full time da ishlaydi. Kechasi kunduzi u kanallar yonib turadi, ishlab turadi, obro'da turadi. U kanallarni kechasi kunduzi odamlar ko'rib, kuzatib boradi. Ular $10,000 plus daromad ko'radi. Endi siz YouTube'ga qadam qo'yapsizmi? Mana shu narsalarni hisobga oling. Siz ana shu hech bo'lmaganda 100,000 YouTube creator, jiddiy, seryozni shug'ullanadigan, YouTube'dan monetizatsiyaga ulangan 100,000 ta odamni ichiga kirasiz. Endi 159 mingta umumiy shaxs sifatida 59 millionta odam deyilgan. Ular endi har bir odam 5-10 tadan kanali bor. Umumiy hisobda kanallar faol ishlayotganlar 169 millionta. Shunaqa edi. Xolos, bu jiddiy raqobatbardosh platforma. YouTube qachon sizning videolaringizni olib chiqadi? Qachonki videolaringizni ko'rilish vaqti uzunroq bo'lsa, bu birinchisi, YouTube sizni rekka olib chiqadi. Qachonki videolaringiz muhokama bo'lsa, ya'ni izohlar ko'p bo'lsa, qachonki layklar ko'p bo'lsa va yana videolaringizni boshqalarga bo'lishish ko'p bo'lsa, ya'ni bu degan umumiy qilib videolaringizga reaksiya ko'p bo'lsa, videolaringiz rekka chiqadi. Xo'p, endi men YouTube'da asoslarini tushuntirib qo'ydim. Video asli qanaqa bo'lish kerakligini. Aniq oddiy bir o'yinlarni telefonda ekraniga zapis qilib olasiz, topasiz. Ha, vaqtincha topasiz. Lekin YouTube bunaqa videolarni, trash videolarni, sifatsiz, maqsadsiz yaratilgan mana
AI yordamida, sun'iy idrok yordamida yaratilayotgan videolarni bloklashga astoydil yeng shimarib yo'lga tushgan. Har xil trash videolar, raqs kompyuter grafikalar bilan qilingan dabdala trash mantiqsiz videolarni ham tozalashga tushgan. Chunki bu ketishda YouTube o'zini jiddiy kontent platformasi o'rnini bo'shatib qo'yish ehtimoli bor. Shu o'rinni berib qo'ymaslik uchun, eng jiddiy platforma maqomidan tushib qolmaslik uchun tozalashlar olib borish boshlangan. Shuning uchun mana bunaqa yo'nalishlar bilan shug'ullanayotganlar odam ko'rganda shunchaki qanaqadir keraksiz qiziqish sababidan ko'rib vaqtini yo'qotadigan, foydasiz bo'lgan videolarni yo'qotish, original kamerada o'zi professional original qilib olmagan videolarni yaxshilab elakdan o'tkazish boshlangan. Bunaqa bilan shug'ullanayotganlar ehtiyot bo'linglar. Xo'p, endi YouTube yo'nalishiga men kirmoqchiman va menga mana bunaqa savollar miyamda bo'lyapti degan narsani yozib olganman, menga izohda kelgan. Birinchi savoldan boshlaymiz. YouTube uchun Amerika nomer yozishni, nomer topishni o'rgating deyishgan. Boshidan aytaman. Amerika auditoriyasini jalb qilib pul ishlash uchun Amerika raqami umuman kerak emas. Tamom. Bitti. Kerak emas. Nima uchun deysizmi? Tushuntirib ketay qisqa qilib. YouTube algoritmi kanalni siz ochgan telefon raqamga asoslab qilmaydi. Meni shaxsiy o'zimni boshimdan o'tkazganman. Meni asosan 23%ni videolarimni Amerika ko'radi, USA ko'radi. Amerika deganda Janubiy Amerika ham bor. Shuning uchun USA, Soedinенные Штаты, Shimoliy Amerika. Shu ko'radi va men u kanalni o'zbek sim kartasiga ochganman, UCL ga ochganman. U kanal emas, u kanal asoslangan Google hisobimni, Gmailni bir paytlar ochganman. Bitta Gmailga bir nechta kanal ochish mumkin, muammosiz. Shuning uchun nima kerak? Kanal Amerikaga tushish uchun Amerika raqami kerak emas. Kanal Amerika auditoriyasiga mos kelish uchun birinchi kanal tili degan joyda bo'ladi. Kompyuter versiyasida kirasiz yoki kompyuterdan kiring yoki telefoningizning kompyuter versiyasidan Chromedan kirsangiz, shu joyda kanal tili degan joyga Soedinенные Штаты English yoki Great Britain English bo'ladi. O'sha Buyuk Britaniya English, Avstraliya English. Shu inglizchadan bitta tanlab qo'yishingiz kerak. Shunda YouTube tushunadiki, demak, buning kontentlari ingliz tilidagi aholi uchun ekan deydi va o'sha ingliz tilida gaplashadigan joylarga jo'natadi videolaringizni. Va ingliz tilida gaplashadigan mamlakatlarni daromad yaxshi bo'lganligi uchun reklamdan yaxshi pul topasiz. Shunday qilib ketadi. Keyingisi video joylaganingizda video sarlavhalari to'liq ingliz tilida va tushunarli, to'liq holatda bo'lishi kerak. 2-3 so'z bilan bo'lmasligi kerak, to'liq chiroyli bo'lishi kerak. Keyin description, tasnif, описание ingliz tilisiga. Ana shu ham to'liq videoingizga mos bo'lishi kerak. Video bog' haqida, описание tosh haqida bo'lmasligi kerak. Mos kelgan va to'liq tushuntirib qo'yilgan bo'lishi kerak shu tasnifda, descriptionda. Bu ham ingliz tilida bo'lishi kerak. Keyin tag degan narsalar bor. Taglar, tags. Bu ham ingliz tilida. Qanday bo'lishi kerak? Taglar tushuntirib ketyapman, qarang. Bitta raqam uchun degan savolga tushuntirib ketyapman. Taglar video sarlavhasi, hop, va videoning описаниеsidagi, ya'ni tasnifidagi so'zlarni uyg'unlashtirish kerak. Shu so'zlarga mos keladigan taglar bo'lishi kerak. Tagni bilasizlar, virgul bilan yoziladi. Ana shunaqa bo'lishi kerak. Va bo'ldi. Video tili ingliz tili bo'lishi kerak. Kanal tili ingliz tili bo'lishi kerak. Masalan, nemis tili qilsangiz bo'ladi, norveg tili qilsangiz bo'ladi, o'sha tomonga qarab yo'naladi. U tarafda ham katta pul ishlasa bo'ladi. Fransuz tilida qilsa bo'ladi, ispan tilida pul ishlasa bo'ladi. Faqat ingliz tiliga o'xshab bo'lishi shart emas. Dahshatli, yapon tilida qiling masalan. Hammasini yaponcha yozing, yapon auditoriyasiga tushsa yaxshi pul ishlaysiz. Avstraliyaga moslab qiling, farqi yo'q. Xullas, shunaqa bo'lishi kerak. U raqam aloqasi yo'q. Bu yopildi birinchi savol. Raqam Amerika raqamini boshingizni qotirmang unaqa qilib. Kim nima degan bo'lsa bekordan beshisini aytibdi. Nakrutka haqida. Kanal ochib olib nakrutka qilish. Bu kimning ishi? Bu dangasa sabrsiz odam ishi. Nakrutka ozgina muddat kanalingizda nimasi ko'tarilgan bo'ladi. Analitika ko'rsatkichlari ko'tarilgan bo'ladi. O'zi o'rib ketyapti deb o'ylaysiz. U kompyuter
sun'iy narsa bo'ladi. Uni YouTube siz test qilib borish jarayonida bilib qoladi-da, keyin sizni bir tomonga uloqtirib yuboradi. Keyin siz tamom kanalingiz o'ladi. Shuning uchun nakrutka faqat kanalga zarar beradi. Nakrutkadan videolaringiz prosmotrini oshirib qanday maza qilish mumkin? Ijod qilayotgan YouTube ijodkor degan, YouTuber degani ijodkor degan. YouTubeda siz ijod qilasiz. Ijodkorni haqiqiy real odamlar videosini ko'rmasdan qanday odam nakrutka hisobiga zavq olish, kayf olishi mumkin? Men hayronman. Xolos, nakrutka zarar. Ikkinchi savol ketdi. Uchinchi savol, preview qo'yish qachon mumkin bo'ladi? Preview qo'yish uchun qanaqa talablarni bajarish kerak? Preview degani bu videoning muqovasi, ustida ko'rinib turadigan rasmi. Odamni videoga bosishga majbur qiladigan rasm. Buni thumbnail deydi inglizchasiga, previewda bilmayman ruschami so'zmi bilmayman. Obloshka deb qo'yishim. Video obloshkasi. Xolos, bu qanday bo'ladi? Bu videoingizni, kanalingizni telefon raqam bilan подтверждать qilganingizda, tasdiqlaganingizdan keyin ochiladigan funksiya. O'sha YouTube Studioning kompyuter versiyasidan kirib turib, o'sha telefon raqam kiritib, двухэтапная autentifikatsiya deydi. Ikki etapli, 2 darajali maxfiylashtirishmi shunaqa. Shundan keyin sizlar o'sha videongizni ustiga obloshka qo'yish mumkin bo'ladi. Uchinchi savol ketdi. USA auditoriyasi ko'rishi uchun nima qilish kerak? Ha, bittasi yozgan edi. Ko'p gapirmaginda, chaynalmaginda biz videolarimizni O'zbekiston ko'rib qo'yapti. Amerika ko'rish nima qilaylik? Bo'lmasa bo'lmaydi degan deydi. Haqiqiy dalani o'rtasidan kelganmi bilmayman. Sizlar chiroyli qilib gapirsa bo'ladi. Masalan, men Yevropa, Amerikalik obunachilarim bilan gaplashaman. Вообще muomala go'shi kirishib bilasizda. Bizniki qiyin. Lekin yaxshi kommentariy yozganlar ham bor, xursand bo'laman. Rosa yaxshi gaplar gapirishgan. Rahmat. Umuman xursand bo'ldim. Xullas, savolga qaytaylik. USA auditoriyasi ko'rish uchun nima qilish kerak? USA auditoriyasiga mos bo'ladigan, qiziq bo'ladigan mavzularni qo'yish kerak. USA auditoriyasiga mos keladigan vaqtda qo'yish kerak. Xo'p, keyin USA auditoriyasiga videolaringiz mos kelishi uchun shu yuqoridagi ingliz tiliga o'tkazish kerak. Hamma narsa ingliz tilida bo'lishi kerak. Masalan, USA auditoriyasi emasmi, ya'ni USA deb Amerikani aytyapman. Yevropaga moslashingiz mumkin, masalan, Britaniya, Angliya yoki masalan Germaniya, Norvegiya, Shvetsiya, Shveysariyaga moslasangiz o'shalarning tilida qilishingiz kerak. Til to'liq o'sha tilda bo'lishi kerak. Keyin yana bitta bu yerda keyin aytayaptiki, biz videolar amerikacha qilib nomlab qo'yamiz, hammasini amerikacha qilyapmiz, O'zbekiston ko'rib qo'yapti deydi. Bitta katta xatolik bor. O'zbekistondan turib videoni qo'yyapsiz. Lekin videongiz O'zbekistonga borib qoladi. Nimaga? Chunki siz o'sha kanaldan boshqa videolarni ko'ryapsiz-da, kommentariy yozasiz, boshqa qilasiz. Kommentariyangiz qiziqroq bo'lib qolgansa, kimdir undan kirib siz videolaringizga ko'rib chiqib ketadi-da. Like bosib chiqib ketadi yoki masalan aytaylik, o'zbekcha tilda bir o'zbek bolani o'zbek tilidagi YouTube kanaliga kirdingiz. Amerika uchun ochgan kanalingizdan video ko'rish uchun kirib qo'yapsiz. Keyin uni videosi yoqdi, "Молодец" deb like bosib qo'yapsiz. Keyin uni bola ham minnatdorchilik sifatida like bosganiga kiradi, sizga kiradi. Qarasa inglizcha, deydi, videolarni zo'r qilyapti ekan deydi. Bez VPN O'zbekiston territoriyasidan turgan holatda kirib, like'larni bosib, kommentariy yozib ketadimi? YouTube uni o'qiydi. Ko'radi. U deydi, O'zbekistonlikka mana uni videosi yoqibdi deydi. Amerikacha qo'yibdi deydi. Lekin hali amerikaliklar birortasidan like bir javob kelmabdi deydi. Lekin u bitta O'zbekistondan kelibdi deydi. Demak, davay buni videosini O'zbekistonga yo'naltiraylik. O'zbekistonliklarga qiziq ekan deydi. YouTube shunaqa ishlaydi. Sizni pul ishlash ishlamasligingizga tupuradi. U kimga qanaqa nima qiziq bo'lsa o'sha yoqqa qarab yo'naltiraveradi. Bitta o'zbekka jo'natadi, unga yoqsa ikkinchisiga, masalan, bitta o'zbekistonlik odamga yoqsa 10 ta o'zbekka tarqatadi-da, misol uchun, balki 100 taga tarqatadi. Shunaqa qilib siz O'zbekistonda qolib ketib qolasiz. Shuning uchun YouTube kanal ochdingizmi, Amerika uchunmi? Tamom. U kanaldan birorta o'zbekcha kontentdagi videolar ko'rmang. Ko'rsangiz ham like bosmang, obuna bo'lmang, izoh umuman yozmang. Sizni bilmasin ko'rayotganingiz, u kanal egasi va u kanalni ko'ruvchilar ham bilmasin. Bu yerga like qoldirib qo'yasiz yoki obuna bo'lib qo'ysangiz ham obunachilar qatorida ko'rinib turasiz.
kommentariy yozib qo'ysangiz umuman kasha bo'ldi degani. Ya'ni kommentariyangiz qiziq bo'lsa, siz ustingizga boshqa obunachilar bosib, videongizni kirib ochib ko'rsa, O'zbekiston auditoriyasiga qolib ketasiz. Mana aytib qo'ydim, ha. Bilmasang bilmayman-da deydiganlarga mana bilib oling. Tushundingizmi? Ketdi bu savol. Belgilab ketayin adashib qolmasligim uchun. Birinchi ketgan, nakotka ketgan, preview ketdi. US auditoriyasiga tushish uchun nima qilish kerakligi ketdi. Mana endi O'zbekiston ko'rib qo'ymasligi uchun degan ham bor edi. Ana, xo'p, bu ham ketdi. Endi qaysi vaqtda video qo'yish kerak? Qarang. Hozir ko'pchilik youtuberlar eski algoritm biladiganlar kecha soat 1 dan ertalabki 4 gacha vaqtda qo'yish kerak deydi. Lekin YouTube hozir videolarni oldindan chiqarishni boshlagan, rekka chiqarishni boshlaydi. Siz qo'ygan vaqtini oldinroq chiqaradi. Shuning uchun videolarni yanada orqaroqqa qo'yish kerak. Ya'ni O'zbekiston vaqti bilan soat 19:00 dan 23:00 gacha oralig'ida bitta vaqt belgilab oling va bir xil oraliq vaqtda qo'ying. Masalan, qarang, diqqat bilan eshiting. Bu juda muhim. YouTube algoritmi sizni test qilayotganda, sizni yaxshilab o'rganib, sizga moslashib olishi, videolaringizni tezroq taqdim qilish uchun bu juda ham muhim. Hamma ham aytavermaydigan narsani aytaman. Qarang. Video qo'yapsiz. 19:00 belgiladingiz, ha? Aytaylik. 19:00 da har 2 kunda video qo'yasizmi? Shunga kuchingiz yetadimi? Har 2 kunda 19:00 da qo'ying. Har yakshanba kuni qo'yishga rejalashtirdingizmi? Haftada bitta video qilishga kuchingiz yetadimi? Videongiz katta, professionalroq, montajlar qiyinroq bo'lsa, haftada bitta. Ba'zilar bir oyda bir qo'yadi. O'sha haftada bitta va o'sha vaqt, o'sha soatda qo'ying. YouTube sizga ko'nikadi. Sizning videolaringiz shu paytda chiqishiga tayyor turadi, oladi, auditoriyaga jo'natadi. Kalibaniya qilsangiz, bir kun u vaqtda, bir kun mana bunda, bir kun 3 kundan keyin, bir kun 2 kundan keyin, bir kun soat 19 da, bir kun 21:30 da, bir kun 22 da shunaqa qo'yadigan bo'lsangiz, YouTube sizni tushuna olmaydi. Bu nima qilyapti deydi. Bu tuturilg'i bormi buni deydi. Davay deydi, to'xtab tur, qo'yib olsin, oldi hal qilib olsin, bitta rejimga tushib olsin deydi, sizni reket chiqarmay qo'yishi mumkin. Tushunyapsizmi? Algoritm degani bu ketma-ketligini zanjiri, bir amallarning ketma-ketini zanjiri. Bu narsani YouTube'da odamlar qilmaydi. Bu millionlagan, 100 millionlagan YouTube videolarini odam ulgurmaydi-yu. Sun'iy intellekt bajaradi masalan. Algoritmga joylab qo'yadi, o'sha algoritmga mos kelganlarini qilib ketadi. U algoritmga mos kelmasangiz tushib qolaveradi. Tushunyapsizmi men nima demoqchiman? Ana sizga chotki javob bo'ldi, qimmatli javob bo'ldi. Foydalaning. Qarang, ketdi. Nimaga O'zbekiston ko'rib qo'yadi deganimni aytdim-a? O'zbekcha kanallarni ko'rib qo'ymang. Videolaringizda ham o'zbekcha bir narsalar chiqib qoladigan bo'lsa, o'zbeklarning o'zining narsasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, ayniqsa osh videolarini qo'yadigan bo'lsangiz, o'zbeklar o'zi oshni yaxshi ko'radi, oshga bosib kirib qo'yadi 1000 marta inglizcha yozsangiz ham. Misol uchun. Sal boshqacha yo'nalish kerak, yondashish kerak. Qaysi vaqtda video qo'yish kerak ham ketdi. Qarang, 7-savolga kelibmiz. Har bir kanal uchun alohida raqam shartmi? Har bir kanal, har bir pochta uchun alohida raqam qo'yish kerak deyapti deydi. Yo'q, raqamni tasdiqlash uchun bir marta qilinsa, 2-3 ta kanalga ham o'taveradi. Lekin oxirgi paytlarda raqamlarni tasdiqlash qiyinroq bo'lib qoldi. Masalan, YouTube shundan ham pul qilishyapti-da. Agar Amerika kanalini ochmoqchi bo'lsangiz, raqamlarni o'tkaza olmayapsizmi? Uzman bayonlar o'tmaydi-da, o'zi soya ostida, sanksiya ostida qolgandagida, biz Rossiya bilan yaqinmiz Amerikaga nisbatan. Shuning uchun tipi ochiqchasiga sanksiya qo'ymaganmiz. Uzmobile O'zbekiston o'ziniki milliy anaqa aloqa operatori. Uni soya ostida sanksiya dedi u. Men shunaqa deb o'ylayman. Ucell ham shunaqaroq. Chunki Ucell ham Amerika Rossiya bilan aloqalari yaxshi. Kompaniya birga savmestni ishlaydi. Beeline boshqacharoq. Beeline chetdagi Rossiyadan Beeline bor, lekin hatto Rossiyadagi Beeline sim kartaga ham kod keladi-da. Shu yo'q bor. Beeline xalqaro bo'lganligi uchun unga kod kelish oson. Shuning uchun telefon raqami qo'yayotganda Beeline sim karta oling, o'shandan tasdiqlashdan foydalaning. Har bir pochtaga alohida, kanalga alohida qo'yish shart emas. Qo'ysangiz ham bo'ladi, bo'lmasa ham shart emas. Bu yerda xavfsizlik masalasi, parolni yaxshiroq qo'yish kerak. Parol qanday qo'yish kerak? Qarang, aytib ketaman. Yana bitta savol sifatida, parol qanday bo'lish kerak? Ishonchli bo'lish uchun. Meni kanalimni, YouTube kanalim professional bo'lgandan keyin buzib ketmasligi uchun qanaqa qilish kerak? Parol harflardan. Harflarning bittasi bosh harf bilan bo'lishi kerak va simvollardan va raqamlardan. Mana shu
to'rt xil narsa: katta harf va oddiy harflar, simvol va raqamlar. Shulardan foydalanilsa, bularni topish, ugadak qilish xakerlar uchun juda ham ko'p vaqt oladi, qiyin bo'ladi va kanalingiz ochilishi, g'izlon bo'lishi juda ham qiyinlashadi. Mana shundan foydalaning. Esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, qaytarib ko'ring gaplarimni. Ketdi-ga, bu masala ham tugadi, savol ham. VPN ulab ishlatsa nima bo'ladi? Xo'p, juda ko'pchilik nimalar kurs o'tayotganlar, millionlab pul olib kurs o'tayotganlar VPN обязательно, bepul VPN обязательно. Kechirasizlar. Bepul VPN xatosi nimada? Bepul VPN sizga IP adresini har xil berib qo'yishi mumkin. O'ynaydi, kolibaniya qiladi. Buni YouTube his qiladi va o'ylaydi, buni kanalni boshqalar o'g'irlab ishlatyapti shekilli. Bir kun Amerika, bir soatdan keyin Hindiston, bir soatdan keyin Italiyada, bir qarasang Fransiyada, bir qarasang Polshada bo'lib qolyapti VPN IP adres. Buni tekshiruvga jo'natdi, kanalingizni olib turib tekshiruvga jo'natadi. Unda xavfsizlik tomonlaridan masala, savollar sizda paydo bo'ladi, muammo bo'ladi. Shuning uchun VPN dan foydalansangiz, pulli VPN dan foydalaning. U ishonchliroq bo'ladi. Ya'ni yana ham bo'lsa surishtiring, yaxshi pulli VPN ni qidirib topib, abonent bo'lib, ulanib va har safar bir xil IP adresdan foydalaning. Bugun Hindistonga ulandingiz, ertaga Iroqqa ulana olmang. Indiniga, Amerikaga, indiniga, Angliyaga, keyin Avstraliyaga olmang. Bitta yaxshi metodda ishlaydigan IP adresini toping. Fransiyami, tamom Fransiya, Belgiyami, tamom Belgiya, USAmi, tamom USA ga ulanib oling. Doim o'shani foydalaning. Pullidan foydalaning. Lekin O'zbekistonda turib VPN ishlatmasdan YouTube'ni bemalol Amerika auditoriyaga yig'sa bo'ladi. Chunki sizning tilingiz, videolaringiz nomlanishi, videoning yo'nalishlari, videodagi jarayonlar hammasi mos kelishi, ingliz tili xalqi uchun moslab qo'ygan bo'lsangiz, xohlasangiz, xohlamasangiz yer yuzida ingliz tilida gaplashadigan aholilarga bu videoingiz jo'natiladi. O'zbekistonda turgan videoingiz siz inglizcha qilib tayyorlab qo'ygan bo'lsangiz, o'zbeklik jo'natmaydi. YouTube ahmoq emas, u algoritm asosida ishlaydi. Bu O'zbekistondan chiqdi, bu video O'zbekistonga buni jo'natalikchi demaydi. Bittasi shuni aytib chiqib. U yoqmasangiz deydi, O'zbekistondan chiqqan videoni O'zbekistonning birinchi o'ziga tarqatadi deydi. Unaqa emas. U kontenti turiga qaraydi, yo'nalishiga qaraydi, tiliga qaraydi, eng muhimi. Описаниялarining yozilishiga qaraydi. Shunga qaraydi. Shuning uchun VPN ishlatmasdan qilsa ham bo'ladi. Bemalol. Lekin VPN bilan ishlash xavfli. Shuning uchun bir xil IP adresdan foydalaning va ishonchli IP'lari, adreslari o'zgarmaydigan, o'ynamaydigan, reklama bo'lmagan yaxshi pulli VPN dan foydalaning. VPN masalasi yopildi. VPN masalasi yopildi. Qarang, navbatdagisi. Rossiyada videolarim ko'rilsa, ozgina bo'lsa ham pul ishlasam bo'ladimi deb savol bergan bir kishi. Rossiyada YouTube umuman ishlamaydi. Faqat VPN orqali kirilganda ishlaydi. VPN orqali kirilganda, yaxshi VPN dan kirilsa, foydalanuvchiga reklama chiqadi va uni orqasidan sizni xuddiki o'sha Yevropa IP'sidan kirsa, Rossiyada turib VPN orqali Yevropadan ko'rgandek qabul qiladi YouTube sizni va sizning videolaringizga yaxshigina pul ishlanadi. Shuning uchun ham rus tilida qilingan kontentlardan monetizatsiya olsa bo'ladi, lekin degan joyi bor. Qarang. Sizning kanalingiz Rossiyada hozir Rossiya nomeriga akkaunt ochish umuman mumkin emas. Sanksiya, Google sanksiya qo'ygan, lekin ungacha ochilgan akkauntlar bor Rossiyada. Sanksiyadan oldin ochib olingan akkauntlar. Ana shu akkauntlar uchun monetizatsiya to'xtatilgan. Agar siz bir paytlar Rossiyada ochgan YouTube akkauntingiz bo'lsa, ya'ni Google akkauntingiz bo'lsa, YouTube Google akkaunt asosida ochiladi-yu. Bo'lsa, ana shundan yangi shimarib videolarni qilayotgan bo'lsangiz, ovora bo'lmang, undan siz pul ishlay olmaysiz YouTube monetizatsiyasi orqali. Mahalliy monetizatsiyalar orqali ishlashingiz mumkin. Xo'p, shuning uchun agar siz Rossiyada bo'lsangiz, lekin Google Gmail pochtangiz O'zbekistonda ochilgan bo'lsa va o'shani asosida Rossiyada turib YouTube yurg'izayotgan bo'lsangiz, YouTube kanal ochib, muammosiz. AdSense ham xuddi o'sha O'zbekistonda ochilganga
AdSense hisob ochasiz o'sha pochtaga va O'zbekistondagi adreslaringizni, bank hisob raqamlaringizni kiritasiz. Rossiyada turib videolarni qilaverasiz, pulingiz monetizatsiyaga olganingizdan keyin O'zbekistonga bank hisobingizga tushaveradi. Onlayn tarzda bank ilovasini bosib ulab, bemalol O'zbekistondan bu yoqqa perevod qilib pullaringizni ishlatsangiz bo'laveradi. Tushunarli bo'lyapti. Xullas, mana shunaqa. Qarang. Bu ketdi, Rossiyadagi masala ketdi. YouTube'da ustoz kerakmi? Qarang, YouTube'da ustoz hozir ChatGPT bor. Ustozni bir oyga 5 millionga olib, $100 olib nima qilasiz? 500 mingga olib nima qilasiz? ChatGPTdan foydalanishni o'rganing va $6 to'lab foydalaning. Gemini'dan foydalaning, misol uchun Gemini ham $15 lekin Gemini zo'r. Menimcha. Lekin men ChatGPTdan foydalanaman, ChatGPT Go tarifidan foydalanaman. Menga mana shunday yetadi. Chotki, obloshkalar, hamma narsalar, tasnif, description va ideya, strategiya, yo'nalishlar, qurilmalar turlarini sanab, tahlil qilib, sozlab berish hammasi mana shunday ishlaydi. Menga ma'qul ko'radi ChatGPT. Sizga ham maslahat beraman. Juda ham zo'r yordamchi va ustoz desam bo'ladi. Xo'p, qarang, keyin shuncha YouTube'da videolar tiqilib yotibdi. Sabr qilib, toqat qilib ko'rsangiz sizga kerak emas-da. YouTube yo'nalishi bo'yicha ustoz kerak emas. Isboti bilan bu yo'nalishda o'zi chiqib, o'zi ustoz ko'rmasdan o'zini ustida ishlab chiqib pul ishlagan YouTuberlar bor. Ularning bittasi mana men. Xo'p. Kim kursini sotib olgan bo'lsam, pulga tushganman, bilganimni aytib bergan, xolos, pulga tushganman, xolos. Qarang. Keyin lekin masalan montaj qilish yoki strategiya tuzib berish, senga tur davay qil deb seni turtib turadigan odam kerak bo'lsa, ha, senga ustoz kerak. Ustozlarga hurmatim cheksiz. Masalan, odam o'ziga o'zi qo'lga ola olmaydigan bo'lsa, meni ko'timga bir kishi tepib turish kerak deydigan bo'lsangiz, odam shunaqa. Masalan, fitnessga borsangiz ham trener oladi, chunki meni trener urishib davay qilmasa men vес tasha olmayman. U sal o'zimni yaxshi ko'radigan odamman deydigan odam bo'lsa, masalan, YouTube'da ham davay qilib turmasa qila olmayman deydigan bo'lsa, ustoz oling. Atak o'zini ustida ishlashni yoqtiradigan, o'ziga talabchan va qat'iy maqsadlari bor va YouTube'da ijod qilishga ichi yonib turadigan odam uchun Amerika YouTube'ni yo'nalishlarini o'rganish mana YouTube'da tiqilib yotibdi, ustozlarning darsliklari. Mana sizga ustozdek YouTube'ga video jo'layapman. Men ham bitta ustozman. Misol uchun. Da'vogarligim yo'q, lekin ustoz demasangiz ham mayli. Bilganlarim bo'lishyapman. Ya'ni bu tema yopildi. Xohlasangiz ustoz qiling, mas sizga prosta ustoz sizdan imkonini bemalol bor demoqchiman, xolos. Xo'p. Gamerlar qanday kontent qilsin debdi. Boshdan aytaman. Gamerlar GTA 5 bo'ladimi, Rainbow narsa yo'nalishlari bo'ladimi? Qarang, bu sohada raqobat juda ham yuqori. O'yin videolari sohasida yorib chiqishingiz, pul ishlashingiz juda ham qiyin. Lekin o'yinda qiziq, kulgili holatlar va o'yinda yashab qolinganligi haqidagi challenge videolari yoki story, ya'ni o'yinda bir hikoyani sozdать qilib, o'sha hikoyani montajini qilib qo'ysangiz, bu albatta qiziq bo'ladi, ko'rilishi ehtimoli bor. Lekin maslahat berardim, o'yin, gamega asoslangan videolar qilib, bilmadim, agar siz shundan maza qiladigan bo'lsangiz, tanlov o'zingizniki, lekin men maslahat bermayman. O'yinlarni qilish, yuklash, umr ketkazish, bosh qotirish, original video qilishga harakat qiling va siz YouTube'ga qiziqsangiz, videoga qiziqsangiz. Xo'p. Xavfi ham yuqorida, o'yinlarni g'alvirimni ko'targanda siz kanalingiz monetizatsiyasi uchib ketishi mumkin. Rossiya monetizatsiyaga qiynalib chiqarganingizda. Shuning uchun maslahat bermayman bu yo'nalishda umr sarflashingizga. Xo'p, gamerlar masalasi ketdi. Bolalar uchun foydali kontent qanday bo'ladi, bo'pti deyapsizmi? Qarang, hozir bolalar uchun juda ham ko'p Talking Tom, Angela Talkingmi, shunaqa o'yinlar, mushuklarni silab, siypalash, xur qilib. Nima u? Bolani men hayronman. Masalan, o'zingiz bolangizga ravo ko'rasizmi? Ayiqchalarni bularga toshlarni orasiga solib yoki qandlarni orasiga o'rab, qasur qilib,
qandlarni sindirib, cho'ppiylarni uni qasratib yeb ko'radimi? Ey, foydali kontent qiling. Masalan, bolaga nima foydali? Bolalarning kontent qanday bo'lishi kerak? Foydali kontent. Birinchidan bo'lmasligi kerak narsalarni aytaman. Bolada qo'rqinchli kadrlar bo'lmasligi kerak bola uchun qilingan kontentlarda, videolarda. Seskantiradigan yuqori shovqinli ovozli bo'lmasligi kerak. Ikkinchisi. Uchinchisi, bu bolani yoshiga to'g'ri kelmaydigan holatlar, video tasvirlar bo'lmasligi kerak axloqiy jihatdan. Qanday bo'lishi kerak? Sokin, yorqin rangli, sokin background musiqali, fonoviy musiqani sokin, bolani asabiylashtirmaydigan, jitir gus qiladigan narsalar emas, sokin bolani tinchlantiradigan bo'lishi va bu fon orqasidan masalan ranglarni, masalan olmani rangi, mana olma, mana hayvon, mana tog', mana velosiped, mana mashinaning g'ildiragi, bu qora rangda, bu sariq rangda. Mana shunaqa ta'lim beruvchi, bolalarni o'rgatuvchi videolar qilsangiz, mana bu foydali, yuzingiz ham yorug' bo'ladi, video ham sifatli bo'ladi va YouTube buni yuqori baholaydi. Mana shunaqa bolalarning videosini qiling. Foydali detskiy kontent mana shunaqa bo'ladi. Bunaqa tiqilib yotibdi, qilmayman, boshqacharoq qilaman desangiz, o'ylab ko'ring, lekin mana shunaqa foydali bo'lishi shart. Siz boshqacha yo'nalishda qiling, siz sal boshqa o'zgartiribroq qiling, siz sal osonroq qiling, siz sal tezroq singadigan qiling. Lekin bola ko'radigan video kadrlar tez o'tadigan, action kadr bo'ladigan bo'lmasligi kerak. Bolaning psixologiyasiga moslab qilishingiz kerak va o'ylang, mana o'zim bolam bo'lsa shuni qo'yib bergan bo'larmidim. Javob ha bo'lsa, balki qiling. Sen kimsan o'zi deb savol berilgan. Jiddiy savol, shaxsiy savol. Men bu videolarni nimaga sizlarga qilyapman va men o'zi kimman? Men o'zi tibbiyot sohasida hozirgacha o'zim ustimda ishlab kelayotgan, tibbiyot sohasida diplomi bor, tibbiyot xodimiman, feldsherman. Va hozirgacha buni o'rganib yana ham chuqurlashtirishga harakat qilib kelyapman. Keyin undan tashqari men tadbirkorman. Oldin hard soft yo'nalishda ishlaganman, ya'ni biz ishlab chiqarish, qanaqa futbolkalarni ishlab chiqarganmiz, do'stlarim bilan birgalikda sex ochganmiz va usta yaxni men shaxsan o'zim boshqarganman, marketinglar bilan shug'ullanganman, hatto biz eksport bilan shug'ullanganmiz. Biznesmen bo'lganman va hozir ham tadbirkorligimni davom ettiryapman. Hatto ma'lum bir nom ostida oziq-ovqat do'konlari yurg'izganmiz. Birinchilardan bo'lib fast foodlarni dastavka qilishni yo'lga qo'yganlardanmiz, ishlab chiqarganmiz, tayyorlaganmiz, sotganmiz. Doim tadbirkorlikka bog'liq joylarim bo'lgan. Va hozir ham tadbirkorlik biznes qilyapman, ya'ni YouTube'da, media kontentda biznes modelga bitta kanalimni bog'laganman va u menga yaxshi daromad keltiryapti deb o'ylayman. Bu hammasi Alloh taoloning fazli. Alloh taolo o'zi kuch-quvvat, o'zi aql idrok beryapti va rizqni ham shunga bog'lab beryapti. Bizdan faqat bir xohish bo'lyapti. Mana shunaqa gaplar, sizlarga ham shunaqa narsalarni, shu yaxshi harakatlarni tilab qolaman. Yana ham yuqori natijalar ko'rsatinglar. Men o'zimni maqtamayman, men zo'r natijalarga erishib qo'ydim deb. Men kimman? Xuddi shunaqaman. Bu videoda nima qilyapman? Kanalim rivojlanishi, monetizatsiya bilan bu ham o'zbek segmentida qilish. Yo'q, maqsadim siz osonroq bo'lsin. Mana shu kurslarni men bepulga qilay, aytayin, ya'ni kimnidir qiynalib shu uyda Rossiyaga kelmasdan bir YouTube bilan shug'ullansam maza bo'ladi, videoga olish yaxshi ko'raman, ijodkor odamman, YouTube'da bir narsa yaratish yaxshi ko'raman. Lekin bilmayapman, menga bir dangal tushuntirib beradigan, sirlarni ochib beradigan odam yo'q. Hammasi pulga sotyapti. Pulim yo'q-ku. Bir oyga $100 so'rayapti. Unda ham Telegramdan yozib berar ekan bir narsalarni. Ama $100 15 kun mog'orim chiqib ishlashim kerak degan bolalar, odamlar uchun chiqayapman. Fi sabilillah deydi-ku, ya'ni Alloh taoloning faqatgina Alloh taoloning roziligi uchun va sizlarga oson bo'lishi uchun chiqayapman. Ana shunaqa gaplar do'stlar. Videoga like bosib, kommentariyada yozinglar, rahmat desanglar, rahmat, la'nat deb yurmanglar. G'ashi kelganlar bo'lsa, iltimos meni kayfiyatimni buzmanglar, kanaldan chiqib keta qo'ya qolinglar.
Lekin kanalimiz zo'r o'syapti, men xursand bo'lyapman, kutmagandim. Chunki prosta odamlarga foydali bo'lsin deb qo'yib qo'yapman. Foydali ekan, ko'tarilyapti, yaxshi bo'lyapti. Men bundan xursandman. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Keyingi videolar nima haqida bo'lsin, nima sizlarga yana muammo bo'lyapti, kommentda yozsanglar, yana shunaqa qilib konkretni qilib video qilib chiqarib beraman. Maza qilib foydalansizlar. Men videolarni oldi qochdi gaplardan gapirib bermayman. O'zimni tanamda o'tkazaman, o'zim foydalanaman, o'zimga ish berganlarni ish berdi deyman, bo'lmaydiganni bo'lmaydi deyman. Umuman olganda ishonchli javoblarni berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizda assistent yo'q, videoni o'zimiz endi sekin o'chiramiz bunday qilib. Chunki montajsiz qilyapmiz.